Barchaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha Ramyoman. Yangi videoda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoda biz doira ichida 3 kun выживание qilishga harakat qilamiz. Maqsad esa tirik qolish. Birinchi bo'lib daraxtni buzib olamiz. Endi esa verstaga bo'lsa ham bo'ladi. Endi verstak orqali men o'zimga kerakli narsalarni yasab olaman, ya'ni cho'p, kirka va shunga o'xshash aslahalar. Endi esa yonimda turgan qo'ylarni o'ldirib olsam ham bo'ladi. Mana birinchisi ketdi, endi ikkinchisini o'ldirsam ham bo'ladi. Mana ikkinchisi va mana tayyor. Va bizga qo'shimcha uran ham qo'shildi. Ana endi menga xalaqit qiladigan narsalarni olib tashlasam ham bo'ladi. Masalan, mana bu daraxt. Endi pastdan sekin shaxtani qassiz boshlasam ham bo'ladi. O'zimga mosroq va qulayroq bo'lish uchun mana shundan qassiz boshlasam ham bo'ladi. Va do'stlar, sizlardan bitta iltimos, kanalga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rayman, chunki videoni qilish unaqa oson bo'lmadi. Bilaman, videoda ozgina xatolar bo'lishi mumkin, lekin sizlardan iltimosim shu, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va endi sekin shaxtani qazishga ham boshlayman. Va mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, men shaxtaga ham tushib chiqdim. Mana endi men o'zimga pech qilsam, men bu ikkita qo'y go'shtini pishirib olsam ham bo'ladi. Va ana endi pech qilishni boshlasam ham bo'ladi. Men bu qo'yib ketdi, men pech qilishni boshlayman. Va pechka ham tayyor. Ana endi men yana shaxtaga tushib, ozgina shaxtani ko'rib chiqmasam bo'lmaydi. Chunki ozgina bo'lsa ham ko'mir yoki kamida temir topmasak bo'lmaydi. Aytganimdek do'stlar, 8 tacha bo'lsa ham kamida железо topdim. Afsuski nimagadir ko'mir chiqmadi. Lekin mayli, balki выживание davomida ko'mir ham chiqib qolar. Lekin yaxshi, birinchi shaxtamiz yaxshi bo'ldi. Mayli, uni birinchi mana железоni qo'yib turaman. железоni bir amallab pishirmasam bo'lmaydi, chunki mana bu taxtamiz juda ham kam qolgan. Agar hozir hamma taxtani ishlatib olsak, keyin taxta yetishmasligi mumkin. Va do'stlar, mana kecham tushib qoldi, lekin men temirni pishirishga harakat qilaman. Va mana ko'rishingiz mumkin, pechkada temir pishishni boshladi. Va bizda ikkinchi kun ham boshlandi va men bu kunni shaxta kovlashdan boshlamoqchiman. Afsuski do'stlar, ikkinchi kun ham juda ham omadsiz bo'ldi, chunki men ko'mir topish o'rniga yana железо topdim. Shaxta bo'lsa juda ham qorong'i, ko'mir topmasam уже bo'lmayapti. Chunki shaxtani yorug'roq qilish uchun menga ko'mir kerak bo'ladi. Ko'mir orqali men fakir yasashim mumkin. Va mayli do'stlar, unda men ikkita go'shtni pishirishga qo'yib yubordim va endi uni pishishini kutib turaman.
Do'stlar, men go'sht pishgunicha yana shaxtani kovlab ko'rmoqchiman. Chunki ko'mir topmasak bo'lmaydi. Chunki uje ahvol qiyinlashyapti. Men shaxtadan chiqishga majbur bo'ldim. Chunki shaxta juda ham qorong'i. Ko'rganingizdek, shaxtada fakelsiz eblab bo'lmayapti. Agar hozir shaxtani ko'radigan bo'lsam, sizlarga video yaxshi ko'rinmay qolishi mumkin. O'shaning uchun bir amallab yorib bo'lguncha kunni o'tkazib turishga majburmiz. Do'stlar, men bitta zo'r yo'l topdim. Shaxta qorong'i bo'lib qolmasligi uchun men yana tepadan teshik ochishga qaror qildim. Chunki shaxtada yana bitta teshik orqali biz shaxtani yorroq qilishimiz mumkin. Qachabi fakelni o'rnida bosib turadi. Va keyin esa men yana shaxtani kovlashni boshladim. Afsuski, xanlomgidek omadsizlik. Yana xanlomgidek ko'mir chiqishi o'rniga shaxtadan yana kerak emas narsalar chiqib keldi. Va men yana harakat qilib ko'rishga qaror qildim. Afsuski do'stlar, yana shaxtadan ko'mir chiqmadi. Ko'mir o'rniga ko'rganingizdek temir va yana kerak emas narsalar chiqib keldi. Va shaxta nimaga qorong'i bo'lib qoldi desam, daraxt birpasda o'sib chiqibdi. Va men daraxtni olish uchun o'zimga topor yasamoqchiman. Topor yasayman desam, afsuski taxtam ham tugabdi va o'shaning uchun men daraxtni qo'limda buzib olmoqchiman. Va keyin esa o'zimga topor yasab olsam ham bo'ladi. Va men daraxtni buzib oldim va endi men topor yasash uchun o'zimga cho'p ham yasab oldim. Va endi men yana shaxtaga tushmoqchiman, chunki uje ko'mir topmasak bo'lmaydi do'stlar. Chunki uje kech tushyapti. Ikkinchi kun juda ham omadsiz kun bo'ldi. Chunki ko'rganingizdek ko'mir chiqishi o'rniga kerak emas narsalar chiqib keldi. Mayli, ikkinchi kun ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat 3-kunga. Va do'stlar, biz oxirgi kunni ham boshlab oldik va endi ko'ramiz bugungi kun qanaqa kun bo'lar ekan. Bugungi kunni biz xalomgidek shaxtada boshlaymiz. Bugungi kun ham juda ham omadsiz kun bo'ladiganga o'xshaydi. Chunki xalomgidek yana kerak emas narsalar chiqib keldi. Va men oxiri temirni pishirib oldim. Va pishirib olgandan keyin esa men topor yasamoqchiman. Va endi men o'zimga bitta topor yasab olaman. Va men oxirgi marta shaxtaga tushib ko'rmoqchiman, chunki uje ko'mir hajabi bu kun topmasam bo'lmaydi. Shaxtaga tushmasimdan daraxt o'sib ketganini sezib qoldim va men endi daraxtni toporda chopamoqchiman. Oxirida men qornim ochib qolganini sezdim va men go'shtni yeb oldim.
Videoni tomosha qilganligiga juda ham katta rahmat. Bu vijvaniya juda ham omadsiz vijvaniya bo'ladi deb o'ylamagan edim, chunki ko'mir topish ko'rganinglardek juda ham qiyin bo'ldi. Lekin хотя бы biza temir orqali qilich, kirka va topor yasashga ulgurdik. Sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.